Assalomu alaykum. Meni ismim Kalon Akbarxon. Hozirda Fomet klinikasida faoliyatimni olib boryapman. Men umumiy hamda bariatrik jarrohman. Ish faoliyatim 16 yildan beri davom etmoqda. Bugungi mavzuyimiz bariatrik operatsiyalar haqida. Bariatrik operatsiyalar kimga mumkin, kimga mumkin emas va u qanday bo'lishini gaplashib o'tamiz. Bariatrik operatsiyalar bu semizlikda qilinadigan operatsiyalar turkumiga kiradi. Bunda biz ko'proq bemorlarni tana vazn indeksiga hamda semizlik bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni hisobga olib bu amaliyotni bajaramiz. Ya'ni tana vazn indeksi 35 dan yuqori bo'lsa, qon bosimi bilan apnoya, tizzalarda og'riq, umurtqa pog'onasida churralar bo'lsa, bu amaliyot bemorlarga mumkin bo'ladi. Tana vazni indeksi o'zi qanaqa hisoblanadi? Tana vazni indeksi bu vaznni bo'yi metr kvadratiga bo'lgan nisbati hisoblanadi. Bunda nima? Bir xil aytishadi, 80 kilogramda operatsiya qilib bo'lmas ekan. Yo'q, 80 kilogramda operatsiya qilsa bo'ladi. Agar ularning bo'yi 1.45-1.5 metr bo'ladigan bo'lsa, uni tana vazni indeksi kelib chiqadi. Ba'zilarda 110 kilogram bo'lishi mumkin. Lekin bo'yi 1.90 bo'ladigan bo'lsa, tana vazni indeksi 35 ga yetmaydi. Hisobga olib, tana vazni indeksi hisoblanadi va shunga qarab biz operatsiya qilamiz. Faqat 35 dan yuqori bo'lganlarga qilamizmi? Yo'q, 35 ga yetmaganlarni ham qilsa bo'ladi. Agarda ularda qandli diabetni ikkinchi tipi bo'lsa, qon bosimi shu semizlik bilan bog'liq bo'lsa, suyaklarda og'riq, ya'ni tizza bo'g'imlarda og'riq bo'layotgan bo'lsa, bunday bemorlarga ham operatsiya qilsa bo'ladi. Bu amaliyot umumiy narkozda bo'ladi. Laparoskopik yo'l bilan, ya'ni 4 ta yoki 5 ta teshikchalar orqali amalga oshiriladi. Operatsiya davomiyligi har doim har xil bo'lishi mumkin. O'rtacha 30 daqiqadan 1 soatgacha yoki 1 soatdan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Bu o'sha tana vazni indeksiga bog'liq. Ancha, misol uchun 60-70 gacha bo'lishi mumkin tana vazni indeksi. Bunday bemorlarda qiyinroq bo'lishi mumkin operatsiya jarayoni. Qaysi texnika bilan qilishga ham bog'liq. Shu narsalarni hisobga olib, davomiyligi 30 daqiqadan 1 soat yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. Operatsiya tugagandan keyin bemorlarimiz reanimatsiya bo'limida 2-3 soat yotadilar. O'zlariga kelganlaridan keyin palataga olib o'tamiz va palatada keyin bemorlarni tez aktivlashtiramiz. Bemorlar kasalxonada 2 yo 3 kun o'rtacha qolishadi hamda ularni uyiga javob beramiz. Javob bergandan keyin ularga batafsil hamma narsa tushuntiriladi. Nima dori ichish mumkin, nima mumkin emas, qanaqa dietalar tushuntiriladi. Bemorlarni 1 yil davomida biz kuzatib, qabulimizga chaqirib turamiz. Xo'p, bariatriya amaliyoti paytida oshqozonni 75-80% gacha qismi olib tashlanadi. Bu olib tashalgandan keyin kaloriya tushish, ya'ni ovqatni ko'p yeb qo'yish chegaralangan bo'ladi. Oshqozon qisqartirilgandan keyin oshqozon hajmi 130-150 ml gacha qoladi. Bu hajmdan ortiq ovqat bemorlarimiz yeyish olmaydi. Shuni hisobiga vazn 1 yil davomida 65% dan, ortiqcha tana vazni 65% dan 80% gacha kamayib boradi. Kimga bu operatsiyalar mumkin? Tana vazni indeksi 35 dan yuqori hamda semizlik bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bo'lgan bemorlarga, uzoq muddat sport hamda dietalar yordam bermagan bemorlarga bu operatsiyalar mumkin. Agar sizga sport, dieta, detoklar hamda endokrinologlarning tavsiyasi yordam bermagan bo'lsa, hamda o'zingizni psixologik bu operatsiyaga tayyor deb biladigan bo'lsangiz, biz bilan pastdagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Manzil qoldirilgan, bemalol kelishingiz mumkin. Konsultatsiyamiz mutlaq bepul. Shu kungacha 10 mingtadan ortiq operatsiyalar o'tkazgan bo'lsam, 99% muvaffaqiyatli o'tgan. Sizni ham bu operatsiyangizni muvaffaqiyatli o'tkazib berishga va'da beraman.